qarang aka, shu foydali xususiyatlarni bitta aytib ketingchi. Aynan eng zo'r effekt olganingiz nima bo'ldi? Yo butunlay sog'lom insonga aylandingizmi? Qanaqa natija berdi? Qarang, meni yoshim kichkina emas-da, 55 yoshga kirdim. O'zim doktor bo'lganim bilan endi bilaman o'zimda potensiya qanaqa bor ekanligini. Sekin-sekin ba'zi oldingiga nisbatan pasaya boshlaydi. Shuni ichgandan keyin bir oydan keyin o'sha menda ertalablari bor-ku. Xohlaymanmi, xohlamaymanmi tikrayib turadigan bo'lgan. Voy. To'g'ri. Shundan oldiraman. Hozir segim kelsa turadi-da. Boshqa payt yotaveradi. Hozir segim keladimi, kelmaydimi turadi ertalabga. Odam o'zimni aktivligim oshdi. To'g'ri aka. Men bu holsizlanib, boshqa qilib yurgan bo'lsam, o'shani buni men Koreyani o'zida Koreyada 5 yil ishlaganman-da men. O'shda ko'p ichganman bundan. Demak o'zi bilardim. Shuning uchun keyin shu tarqatda original borligini bilib qolib turib, bitta ukamizdan olib keyin zakaz qildim. 2-3 odamga aytdim, sizdan olishdi ular. Gap yo'q, dunyo turing aka. Rahmat. O'zingiz uchun shaxs oladigan bo'lsangiz, bonus qilib beramiz aka sizga. Bo'ldi, tushunarli. Menda hali yana bitta banchkasi bor, tugasa keyin olaman. Qarang aka, natijasini shunday yutibga qo'ysam qanday bo'ladi siz gapirib berganingiz? Doktorsiz-ku baribir aka. Qo'ymayman. Agar qo'yaman siz, men boshqacharoq qilib gapirishim mumkin. Hozir endi chala-chala dehqoncha gapirishim-ku. Menlarni qo'ysangiz, o'zimizda ham sal o'zimizga hurmatimiz yo'qolib qoladi-da. Naqsa? Biz misol kelishib qo'yadigan bo'lsak, o'zimizga hurmatimiz yo'qolib qoladi. Qanday? Men o'zim hozir qo'polroq gapirib yubordim dey hozir. Ma'lum aka, nima bo'libdi? Doktor sizni orqangizda qancha odam sog'ib ketsa xursand ketadi. Misol bunaqa holatda aka hech kim ko'nmaydi, to'g'rimi? Hech kim ko'ndira olmaganman shu vaqtgacha. Endi yo'q desangiz uni qo'ya olmayman. Misol sizga o'xshagan odam misol 10 ta jin sotadigan bo'lsa, bir 4 tasi gapiradi shunaqa. Yo'q, nima deyapsan, ukam deydi. Endi aka bu misol yoshlik davriga qaytaradigan mahsulotda. To'g'ri, men просто nomimni aniqam bilmaysiz-ku. Shunday men klient bilan suhbatimizni deb qo'yaveraman aka Yusufaga. Qo'yavering. Yashang. Gap yo'q aka. Rahmat sizga.